Xususan qilib aytganda, imomning shuhratini bugungi kunga qadar quyoshdak parlatib kelgan o'chmas asarlari bo'lsa, Sunan Kubro va Sunan Sug'ro deb atiladigan hadis kitoblari bo'lib, imom bu kitoblarda 30 mingdan ortiq hadisni yozib to'plagandir. Mehribon Rabbimiz ba'zi bandalarini fiqh ilmining buloqlaridan sug'urib, ularni ummatning olimi qilib aziz qilgan bo'lsa, yana ba'zi bandalarini suyumli payg'ambarimizning muborak hadislarining sharifi bilan aziz qildi. Va bu ummat ichidan hadis ilmi uchun xizmat qiladigan janobi payg'ambarimizning sunnatini qo'nib qolgan chang to'zonlardan tozalash uchun tunlarini bidor o'tkazadigan fidokor ulgilarni chiqarib berdi. Bugun sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan imomimiz bo'lsa, o'z davridagi muhaddislarning sardori, Shayxul Islom, Hafizul Imom Abu Bakr al-Bayhaqi rahimahullohdir. İmam Bayhaqi rahimahulloh hijratning 384-yili Sha'ban oyida Bayhaq shahrida dunyoga kelgan. Imomning to'liq ismi Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abdullah ibn Musa bo'lib, Abu Bakr kuniyati bilan mashhurdir. Bayhaq bo'lsa Xorason diyorlarining shaharlaridan bir shahar bo'lib, kunimizdagi Eron davlatining sharqiy shimoliga to'g'ri keladi. Imom Bayhaqi rahimahulloh 15 yosh vaqtida ilm olish yo'liga otlangan bo'lib va o'zining yurti Bayhaq va uning sirtidagi Xorason va Naysabur olimlaridan hadislarni o'rganish va yozib to'plashga boshlagan bo'lib, bu vaqtda mundaq deydi: "Men hijratning 399-yili 15 yosh vaqtimda hadislarni yozishga boshlagan edim va ana shu chaqda Sharqdagi ulamolar va Ibn al-Arabi, Ibn Hazm al-Andalusi qatorliq mashhurlarning shogirdlari bilan uchrashdim. Shundaq Imom Bayhaqi hadis sohasida nurg'un ustozlar bo'lgan kishidir. Undan tashqari tafsir sohasida yuksak bir maqomga erishgandir. Aqida sohasida bo'lsa, Ash'ari mazhabining danglik ulamolaridan ilm olgandir. Fiqh tarafdan Shafiy mazhabining alohida ko'zga ko'ringan olimlarini ustoz tutgandir. Şunlaşqa ulamolar Imom Bayhaqini tafsir, hadis, aqida, fiqh taraflardan alohida etishgan biridir. O'z zamonsidagi olimlarning sarxilidir deb ta'riflashidir. Imom Bayhaqining hayoti Allohni yaxshi ko'rgan, Robbisining rizoligi uchun dunyo maishatlaridan voz kechib, borlig'ini Rasulullohning hadislarini to'plash va islom ummati uchun xizmat qilish bilan o'tgan Rabboniy bir olimning hayotidir deyishidir. Alloh taolo ushbu zotning qilgan ibodatlarini qabul qilgan bo'lib, Imom Bayhaqi tarafidan yozilgan kitoblar bugungi kunimizga qadar muhaddislar tarafidan qabul qilinib, fatvo ishlarida hujjat bo'lib kelmoqda. Imom Bayhaqining islom ummatiga qoldirib ketgan asarlari qaraydigan bo'lsak, nurg'un sohalarda ko'plagan kitoblarni uchirtimiz. Xususan qilib aytganda, imomning shuhratini bugungi kunga qadar quyoshdak parlatib kelgan o'chmas asarlari bo'lsa, Sunan Kubro va Sunan Sug'ro deb atiladigan hadis kitoblari bo'lib, imom bu kitoblarda 30 mingdan ortiq hadisni yozib to'plagandir. Imomning ushbu kitoblariga keyingi muhaddis ulamolar tarafidan nurg'unlagan xizmatlar ishlangan bo'lib, ko'plagan sharhlar yozilib, dunyoning har qaysi bo'laklaridagi madrasalarda bugungi kunimizga qadar dars qilinib kelmoqda. Muhaddislar karvonida to'xtamasdan safar qilib, Rasulullohning hadislari uchun butun umrini beg'ishlagan Shayxul Islom, Hafizul Imom Abu Bakr al-Bayhaqi hazratlari hijratning 458-yili 74 yoshida kasal sababidan vafot bo'ldi. Alloh taolo Imom Bayhaqi rahimahullohdan rozi bo'lsin.